Hazreti Umar radıyallahu anhu'da oğulları Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu umr mobaynidan judayam ko'p marotaba umra qilganlar. Shu zot bilan birga umra qilib tavof qilgan odamlar guvohlik berib aytadilarki, tavof qilayotganlarda nimagadir bir joyga kelganda bir o'tirib olar ekanlar. O'zi tavofda bunaqa sharti yo'q. Bunaqa ko'rsatma yo'q. Bir oz o'tirar ekanlarda, keyin o'rnidan turib ketar ekan. Shunda so'rashgan ekanlar, har safar shunaqa qilasiz, charchab o'tirasizmi, boshqami deganda, yo'q, charchamayman. Shariatda buyrug'i ham yo'q bunaqa. Ammo men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan bir marta tavof qilganimda u zot shu yerga kelib bir o'tirib ketuvdilar. Men nega o'tirganini so'ra olmagan edim. U zot qilgan ishni qilmasdan o'tib ketishdan uyalganimda bir o'tirib ketaman degan ekanlar. Endi Rasulimizning ummatligini da'vo qilayotgan ekanmiz, aytganlarni qilishimiz kerak-da azizlar. U zot aytayaptilar, mo'minlar bir-biringiz bilan birodarsiz. Bir oila bir-biringizga mehr oqibatli bo'ling. Ba'zi bir joyini bunisiga amal qilmayman deyishga haqqimiz yo'q.